ushits.net taqdim etadi. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar, bugun do'stimning tug'ilgan kuni. Qadrli hamkasblar, aziz ustozlar, mana teatrimizda navbatdagi bunaqa bayramona kayfiyat. Mana shunday ulug' kunda bir xursandchilikda turibmiz. Shukrona kunlarida ko'zimiz oldida mana shu kulis ketmaydi-da, yaqingina qizaloq mana shu kulisda orqasida kulib turganimiz. Nabiralarni vaqtini ko'rib, ularga o'sha sevararinglar bo'lib yuroring. Biz ham o'sha sizni baxtli kunlaringiz doimo mana shu hamkasblarimiz birga bo'lsin. Yana bir bor muborak bo'lsin. Oldingizda juda katta vazifalar turibdi. Mana shu yerda chiroyli obro'yingiz bor, go'zal aktrisasiz. Doim yuqoriga intilib yashash nasib qilaman. Ham nima deydi? Joyida bo'lsin, xullas baxtli bo'ling.